Man Alavuddin kinosini ko'rib chiqdim. Voy, rosa ko'p anglashlar oldim. Shunaqangi ko'p narsani tushunib yetdim. Alavuddin multfilmini, kinosini oldinlar ko'rganman, mohiyatini umuman tushunmasdan ko'rgan ekanman-da. Hozir bunda ko'p narsani tushundim. Demak, inson orzu tilak bildirayotganda birinchi navbatda nafs ishga tushib ketishini tushundim. Birinchi nafsini qondirish yo'lida so'raydi. Jin aytdi-ku, ko'pchilik insonlar mendan faqat boylik so'raydi birinchi navbatda, dedi-ku. Shunda bu boylikni, nafsni Alavuddin chetga surib, uni jinni ozod qilishni tanladi. Bu juda katta nafsni yengishga kiradi. Yana nimani tushundim? Sun'iy yo'l bilan maqsadga erishib bo'lmasligini. Bu deganim, mana jinni yordamida maqsadga erishganda u soxta bo'lardi. Xuddi mana bironta insondan yordam so'rab, vaqtinchalik yordam bera oladi. O'zi mehnati bilan erishgan narsa uni yonida bir umrlik qolishini tushundim. Demak, inson maqsadiga erishayotganda o'zini imkoniyatlarini ishga solishi kerakligini, birovdan yordam kutmasdan, faqat o'zidan, ichidan izlashini, qalbiga quloq solishi kerakligini tushundim. Juda ko'p narsa tushundim. Katta rahmat ustoz sizga. Keyingi darslaringizni intizorlik bilan kutib qolaman.